Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Ana futbolchilarimiz bilan hozir rahbariyat ham alohida gaplashdik. Bulardagi hozirgi holatni, tushkunlik holatidan chiqishdi. Chunki biz hammamiz bitta jamoamiz. Baribir Xudo xolasa keyingi o'yinlarda birga yutishimiz kerak, eski narsani unutish kerak. Rahbarning gapini ham yetkazdim. Ular hamma narsani to'g'ri tushundi. Ular ham Andijon uchun jonini beradi. Sizlarda oldinglarda biz hammamiz endi baribir aybdormiz, xato qildik, boshqa qildik, lekin Xudo xolasa bular mana va'da beryapti, keyingi o'yinlarda ham jonini berib chiqadi hammasi. Jonini berib o'yinga, maydonga chiqib g'alaba qozonadi. Assalomu alaykum hammaga. Keyin Nodir aka sizga. Haqiqatda mana hamma bolalar harakat qilishyapti-da. Unaqa yo'q. Chiqib prosta 2 kun turib, yo 5 minut yugurib ketaman, bunaqa narsa yo'q vashi niyatda hech. Hamma mana men uchun mana nimaga stadionga chiqaman? Bolalar usyapti. Ular futbolni qaraydi har kuni. Ular uchun o'ynayman-da, to'g'risi. Endi hozir Andijonga keldim. 3 million bor odam. Ularga endi ular ko'radi har o'yinda, harakat qilamadi o'ynash. Jonni berib o'ynayapman har o'yinda. Bolalar ham shu, hammasi. Bu yerda yo'q unaqa. Pul ishlab ketaman degan narsa, u boshqa xayolda yo'q hech kimda. Har o'yinda jonni berib chiqishyapti. Endi futbol shunaqa narsa, o'zingiz bilasiz. Har kuni 40 ta o'yindan 40 ta hech kim yuta olmaydi. Lekin shu jamoa bilan harakat qilamiz. Dalshi birga yursak, yaxshi kunlar keladi, ishonaman o'zim. Mana sabr bilan ishonch bo'lsa, oldiga yuramiz-da. Uzr endi, to'g'ri, komandadan yuta olmayapmiz. Kechasi uxlamay chiqyapman, to'g'risi. Endi nabarat yutsak, odam ko'payadi. Shu xohlayapman. Bolalar. Qisqasi biz baleshiylar savolini sizlarga hamma bersa hozir bosim bo'lib ketadi. Men shunga men baleshiylarga hammaga aytdim. Bu yerda bitta men gapiraman dedim. Shundan oldin sizlardan biz qattiq iltimos qilamiz. Biz boykot e'lon qilganmiz-da. Qayt kirmaymiz dedik. 5 ta o'yindan beri bu og'ir narsa-da. Mayli 3 ta dedik. Kichkina bolalar yutkizgan xo'p dedik. Ya'ni ko'rdinglar Olmaliqqa qancha baleshi bordi, ko'rdinglar. Biz yaxshi ko'ramiz-da. Xo'p, Olmaliqni ham yutkizdik. Xo'p, mana trenerni ham ketkizdinglar. Trenerni baleshilar ketkizmadi. Bu futbolistlar, chunki trener uchun turmadi, yutkizildi. Ayb kimda bo'ladi? Trenerda bo'ladi. Trener yutkizadi, yutsa futbolistlar yutadi. Hech ham trenerni orqa oldiga nimaga hech kim ko'tarmagan. Shuning uchun sizlardan qattiq iltimos qilamiz, bolalar Neftchi o'ynaydi. Neftchi bilan. Agar biz kerak bo'lsak, kirib anaqa padeshka qilaylik, yo'qsa Neftchini derbiyda ulardan ham baleshi keladi, dedi, bosim bo'lib ketadi. Shuning uchun biz ham addushi yutamiz. Qatqatda emas, kalla bilan tashlaymiz. Maydonda o'lamiz deb bitta va'da beringlar. Va'da bit ko'raylik. 27-kuni nasafni uraylik. Shu narsalarni bir unutaylik, xalq bir kayf qilsa, shular bilan har kuni uje ichmaydigan bolalar ham ichib bilan kayf qiladi. Gunohda qolyapsizlar. Mashina ichib ichmaydigan bolalar ichyapti. Komandani yaxshi ko'rganida diqqat bo'lyapti. Hali o'zingizlar ham diqqat bo'lyapsizlar, uxlamayapsizlar. Sizlarni bir atay qilyapti yo boshqa narsa demayapmiz. Agar noto'g'ri kim anaqa qilgan bo'lsa, Xudo ko'rib turibdi. Xudo o'zi jazosini beradi. Biz baleshimiz. Ash kuni yonamizda, ertasi kuni stadionda uspakayt qilamiz, keyin yana bosilishni boshlaymiz. Baleshilar hozir to'g'risini qizil futbolga kiygani ham uyatib qoldi. Ko'chada yurib oldin bilan hamma sevardi, hamma. Hozir hamma gapiryapti. Gap bo'lishi mumkin emas bu yerda. Hozir bitta o'yinchini ko'rsatmaymiz. Hammanglar bittasizlar. Bitta oilasida. Hozir bitta o'yinchini borib olib, desa bo'lmaydi. Rahmat bu yerda. Men masalan, otangga rahmat degan so'zni eshitdi, yaxshi ko'raman. Otangga rahmat degan gapni mana Bektemir gap bo'lishi mumkin, mujik bilan. Shunaqa gaplarni eshitib yursanglar, uka, men kayf qilaman. Eng yomon narsa la'nat degan narsalar. Shuning uchun baleshilar ham bir-biri bilan urushyapti. O yoqda turib olishga ba deydi, "Key o'zing, kelmayerga, gapir" desa gapirmaydi. Internetda turib olib bak so'kishyapti. Onanglar qolmayapti, buylar qolmayapti. U yaxshi narsa emas. So'kishyapti internetda. Biz sizlar tarafinglar olyapmiz. Kim mujik shuni yuziga so'kina olmaydi. Shuning uchun biz mana shu yerda turgan bolalar sizlarni yaxshi ko'radi bolalar. Shuning uchun Neftchini uramizmi? Uramiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz bolalar. Mana shu gapinglarga gap bo'lishi mumkin emas. Biz ishonamiz bolalar. Shuni
patkatni kalla bilan urib yuboringlar mana. Qanaqa o'ynadi ular kichkina bolalar, 17 talik kichkina bolalar. 17 yasharlar. 9 ta o'ynasa ham, ikkita kam bo'lsa ham Allohga solib turib, bosishni urishdimi? Saudiyaga vasha qarama. Bu Saudiyalar ashu o'zi ketgan bular. Ha o'yinni ham Saudiya, oldingilar ham Saudiya. Har doim Saudiyaga osilib, yorib olinglar Saudiyasi bilan. Yorib olinglar bolalar. Sizlarga ishonamiz biz. O'tgan yilgidan to'g'risini aytaman. O'tgan yilgidan kuchli sastav. Yo, noto'g'rimi bekitami? O'tgan yilgidan kuchli bolalar. O'tgan yili bilan kuboklarga oldik. Bolalar o'zida ishonch bor deb. Bittasizlar, hammalar bitta oilasizlar. Biz ham bittamiz, hammamiz oilamiz. Sizlar bilan hammamiz birga bo'lamiz. Yutamiz. Sizlarni yaxshi ko'rdik. Kichkina bolalarga o'tkazib qo'ydik ona studentlarga deb qo'yib qo'ymadik. Endi bu safar hamma o'zining yuragidan kelib, bilan addushi bo'ldi. Siqildi, ko'chada urushib ketdi, bir-biri bilan urushgan, oybi bungular qonab ketdi. Komandani yaxshi ko'rganidan bo'ldi. Uchuv birdan keyin bu hech kim 10 minutda hech kim tasavvur qila olmaydi nima bo'lganini. Shuning uchun bolalar Allohning aytgani bo'lar ekan. Bu yog'iga ham endi sizlarga biz ishonamiz, yaxshi ko'ramiz bolalar. Bitta chiqaraylik va legionerlar ham, "Все один за всех, все за одного, братаны". Давай все докажем, да? Вы все андижанцы, все андижанцы. Здесь вы кушаете, здесь все братья. Один. Давай, Ислам, ты 2 года назад ты 70 забил, да, как гол? Давай здесь тоже, забей тоже. Надо тебе Ислам. Давай кричать будем, блин, маза қылып. Это кричалки надо, что-то петь. Давай, докажите все уже. Bolalar, uringlar. Davay bolalar va'da beramiz-da, xudo xolasa. Birga hammamiz yutamiz, Nefchini, xudo xolasa. Sizlar ham yutasiz. Kubokda berish. Yorvor uka, sen zboriyda o'ynagan bo'lasan uka. Elasini 3 qo'lga chiqarib yubor, hamma unut bo'ldi, qoldi o'sha. Trenirovkadan kulib maza qilib qilinglar. Pul ularda, padeshka bizda, maydonda yorvor sizlarda. Kelishdingmi? Bo'ldi. Давайте. Bitta rasmga tushaylik. Hala biz kelishib oldik. Baykot, atmen, padeshka bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi. Tepaga